Musa alayhissalom tayog'ini suvga tegizdi. Dengiz ikkiga bo'lindi. Tagi qup-quruq bo'lib turdi. 600 ming yahudi o'tib ketdi. Firavun kirdi, suv tagida qoldi. Ikkinchi qissa. Kitni qorniga tushib qolgan Yunus alayhissalom qissasi. Birodarlar, aql bovar qilmaydi. Kit, o 50 tonna, 100 tonna. Bir marta ovqatlanganda 4-5 tonna ovqat yeydi. O 80-100 kilolik odam nima uni qorni uchun? Shunda yutdi, dengizdagi olib tushib ketdi. Hech qanaqa imkoniyat yo'q. Hatto hozir bo'lsa ham qutqarib qala olmaymiz. Shuncha texnologiyamiz bo'lib turib. Chunki havosizlikdan hozir 2 minutda o'ladi, oshib borsa. Nima dedi? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey poki Parvardigor, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim dedi. Alloh qutqardimi? Alloh al-Jabbar bo'lgan zot. Allohning aytgani bo'ladi.